Mana bugün tomoshaga keldik Olaberdi bilan. Xudoyberdimdan jag'lan o'lgan joylarga yaqinlashamiz. Mana Olaberdi ham video ko'ryapti. Anaqa bachalar osh pishiryapti toqqa. Juguli chiqib kelgan. Mana yuruvlar, ana endi yo'lni davom etamiz. Mana azizlar, bugun ertaga ro'za. Bugun bir tomosha qilib qolaydik deb chiqdik. Keyin ro'zachilikka chiqib bo'lmaydi o'rtoqlar. Mana hozir shahid bo'lgan bachalarning joyiga boryapmiz. Qaranglar, tog'larga yong'oq ekib tashlagan. Mana bir Ko'lob qishlog'i deydi. Mana bu chuqur Ko'lob. Esholda yashaydi. Mana nasib qilsa toqqa chiqib olamiz. Uni ham videolashtirib olib tushamiz.